Jo'yim qaltiradi-ya. Dorim qaniydi? Bir marotaba iste'mol qilgan har qanday insonni o'ziga tobe qilishi mumkin bo'lgan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari zarar ekanligi haqida ko'p gapiriladi. Biroq inson salomatligiga xavf tug'diradigan bu dori vositalari qay yo'llar bilan mamlakatimizga olib kelinadi? Ko'pchilikni qiziqtirgan bu savollarga ayni lavha javob bo'lishi mumkin. Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan Rishton chegara bojxona posti orqali qo'shni davlatdan kelayotgan Nexia rusumli avtotransport vositasi belgilangan tartibda chegara nazorat tekshiruvidan o'tkazildi. Yana tekshiruvmi? Aytdim-ku, shunchaki aylanishga borganman, hech narsa yo'q. Ishonmaysiz. Xuddi yashirgan joyimni topib olaman deb o'ylaydi-da. Deya haydovchi tomonidan og'zaki so'rovda avtotransport vositasida hech qanday noqonuniy narsalar yo'qligi aytilgan bo'lsa-da, avtomashinaning gaz ballon o'rnatilgan qismi, orqa o'rindiq osti hamda sovutish tizimlari ichiga yashirilgan holda ikki turdagi jami 3527 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlangan. Eshitdim. Bitta gapni hadeb qaytaryapsan, xolos. Bo'ldi, asabimni ertalabdan buyon buzib tashlading. Gapni eshitmasdan yana o'chiradi-ya. Buncha asabiylashasiz. Asabiylashmaslikda iloji yo'q. Ertalabdan buyon bitta mavzu charchab ketdim. Sizga zo'r dori beraman, asablaringiz yaxshilanadi. Qanaqa dori? Mana. Yo'q, men har qanaqa dorini ichavermayman. Ma'lum bo'lishicha, Vodil Quvasoy yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli avtomashina to'xtatilib ko'zdan kechirilganda, mashinaning saloni va yukxonasidan xorijda ishlab chiqarilgan, bojxona tekshiruvdan o'tganligini tasdiqlovchi hech qanday hujjatlari bo'lmagan dastlabki qiymati 74 million so'mlik dori vositalari topilgan va ular daliliy ashyo sifatida vaqtincha saqlovga olingan. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida umumiy qiymati 74 million so'mlik 3720 dona sifatli kafolatlanmagan dori vositalari hamda chegara bojxona posti orqali chetdan noqonuniy olib kirilayotgan 3527 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlandi. Ushbu kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining qora bozordagi narxi 460 million so'mni tashkil etmoqda. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Salomatlik uchun xavfli bo'lgan kuchli ta'sir etuvchi dori vositalarini turli yashirin yo'llar bilan mamlakatimiz hududiga olib kirayotganlar har bir qing'ir ishning javobgarligi ham borligini aslo unutmang.